Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Hozirgi kunda mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi kunda turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarni ko'paytirish, mana shunday bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana shunday Kitaydan, Amerikadan, Afg'oniston, Dogiston barcha mamlakatlardan mehmonlarimiz kelib, mana bu yerlarda dam olishadi. Mana bu mehmonxonamizning Al Hilol nomli mehmonxonamizga oilaviy mehmonxona uyi mana shunday Al Hilol mehmonxonasiga xush kelibsiz. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y biladi. Mana bunday mehmonxonalarimiz kelganda bizning O'zbekistonimiz, ayniqsa bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimiz xalqimiz azaldan mehmondo'st xalq. Mana bunday bizning mehmonxonalarimizda keladigan mehmonlarimiz mana bunday shirinliklarni bular toza, sifatli mahsulotlar, shirinliklarni iste'mol qilishadi. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda, bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana bunday mehmonxonalarimizda mana bunday joy namozlar. Bizlar hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev biz hoji ona, hoji otalarga o'zlari ham qutlug' dargohga borib, Ka'batullohni tavof qilib, Zamzam suvlarini ichib, biz hoji ota, hoji onalarimizni yo'llarimizni ochib, bizlar ham, men ham Buxoro viloyat, Buxoro tuman, Mustaqillik mahalla, Yangiobod 46-uyda yashovchi Ikromova Safiya Murodovna. Men ham 23-yil 11-oktyabrdan 23-noyabrgacha 9-noyabrdan 23-noyabrgacha haj umra safariga borib, xalqimizni duo qilib keldik. Mana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana ana shunday Qur'onlarimiz, bunlar qadimiy, tarixiy, ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana shunday mehmonlarimizni kutib oladigan mehmonxonalarimizga xush kelibsiz. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Mana bu qadimiy ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda mana bunday qadimiy mehmonxonalarimiz bor. Mehmonlarimizni bu yerda nafaqat o'zimizni O'zbekistondan, Fransiyadan, Bolgariyadan, Latviya, Litva, Estoniya, Afg'oniston, Dogiston, barcha Hindiston, barcha mamlakatlardan mehmonlarimiz kelib madaniy hordiq chiqarishadi. Mehmonxonalarimiz mana bunday shinam, ko'rkam, chiroyli. Ana bu yerda shkaflari bor. Mana bu yerda divanlari, mana bu yerda Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana televizorlari bor. Oynalari bor. Ana bunday hamma sharoitlarni yaratib qo'yganmiz. Xush kelibsizlar. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizni mana bunday chiroyli, qadimiy xonalariga, mehmonxonalariga xush kelibsiz. Sizlarni taklif qilamiz. Mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev
turizm sohasini rivojlantirish, mehmonxonalarimizni ko'paytirish. Mana bunda bizning Buxoro viloyat hokimlarimiz, tuman hokimlarimiz, ichki ishlar vakillarimiz, milliy gvardiyalarimiz hammalari mana bu yerda hissalarini qo'shib, chiroyli mehmonxonalarda mehmonlarimizni kutib, madaniy hordiqlar olib borishlariga o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Xush kelibsiz bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharafimizga. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Mana bu yerda tualetlari ham bor. Siz necha yildan beri ana dushlari bor, unitazlari, hamma sharoitlari bor. 8 yildan. Assalomu alaykum. Yo'qinchani svitingizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismi familiyangiz kim? Bo'ltayeva Zulxumor bo'laman. Ha, necha yildan beri tadbirkorlik ish faoliyatini olib boryapsiz? Tadbirkorlik ish bilan shug'ullanaman, Xudoga shukr. Allohga shukr. Mehmonxonamiz Al Hilol. Eski shahar qoq o'rtasida joylashganmiz, Xudoga shukr. Allohga shukr. Siz hajlarga ham borib keldingiz, hurmatli prezidentimizga qanday istak tilaklaringiz bor? Juda ham biz prezidentimizdan minnatdor. Yo'llarimiz ochiq, yorug', osmonimiz musaffo. Juda ham biz xursandmiz. Shunday yilday uchib borib keldik. 4 marta umra hajlariga bitta katta hajni ham qilib keldik. Allohga shukr. Ilohim hammalarini tan jonlari sog' bo'lsin. Allohga shukr. Shunday vatanga yashayotganimizdan juda ham minnatdormiz. Shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Mana shunday hozirgi paytda turizm sohasini rivojlantirishga mana bunday chiroyli mehmonxonalarimizga mehmonlarimiz kelib dam olishib boribdi. Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Ana shunday chiroyli xonalarimiz, mehmonxonalaringizga xush kelibsizlar. Hammalaringizni taklif qilamiz.